Bugun zo'r kontent bo'ladi. Bugun sizlarni o'zimizni deb baraka Abdusaxiy agar kuchimiz yetsa O'rizor bozorlariga ham birga boramiz, ko'rsataman. Pazarkalar olaman va bozorni ko'rsataman. Bu endi o'zbeklar uchun emas, o'zi chet davlatlarda yurgan o'zimizning o'zbekona joylari, bozorlarimiz sog'ingan yurtdoshlarimizga bo'ladi. Birinchi sinema maktabga tashlashimiz kerak bo'lgani uchun hozir bu yerda biz avtobus kutyapmiz. Yugurgilab sinema boqib maktabga tashladik. Ana endi bozorga ketamiz oyim bilan. Sizlar ham ketasizlar. Biz bilan birga bugun bozorlarni ko'rsataman. Bek barakaga yaqinlashib qoldik. Hozir biz Abdusaxiyni qurishi, ichki qurishidamiz. Mana bundan esli tunnelga o'tib ketardik Bek barakaga borish uchun. O'sha joydamiz. Bu yerda ham keng domla qurilyapti. Mana bu yursak, naryoqda tunnel bor. Abdusaxiy Bek barakaga o'tadigan, Bek barakadan Abdusaxiyga o'tadigan yo'l. Mana bu ko'k zdaniyada hammadan edi, chunki necha yil zdaniya bu. Necha yildan beri shu zdaniya bor. Mana shu o'tib ketadi. Bunaqasi o'tib ketsa, ipodromga chiqib ketadi. Naryoqdan tunnel bor, faqat tushib ketsa, naryoqdagi Bek barakaga boradi. Bu yerda Abdusaxiydan Bek barakaga o'tadigan, Bek barakadan Abdusaxiyga o'tadigan tunnelni ko'rsataman. Endi buni biladigan odamlar qiziq emas, lekin ancha vaqtdan beri chet elda yurganlar uchun bu qiziq bo'lishi mumkin deb o'yladim. Kun kechib o'tganiga tezroq narsalarimizni olaylik deb sizlarga Bek barakani ko'rsatish umuman esimdan chiqqan narsamizni topaylik, tezroq bo'laylik deb umuman xayolda yo'q. O'sha bo'ta hamma Bek barakadan ishimizni bitirib, Abdusaxiyga qarab o'tib ketayotgandik. Bozor o'tsak hech qachon sog' odamdek yurmayman men. Prosta hazil-huzul, pingillab, qiziqtirib olib ketaman. Bo'plar. Nima edi? Abdusaxiy. Burada pijamkalar. Somchiklar. Sumkalar. У меня заколкаlar. Skochlar. ip olishim kerak edi, как раз o'zi. Брендовый коробкасы bilan sumchikalar burada. Maski, erkaklar narsalari. Bolalar paypoqlari ham bor ekan. Har xil. Optimga mancha donaga ham bo'lsa kerak. Kattalarniki ham bor. Erkaklar maskilari ham bor ekan. Banya holatlar. O'sha Abdusaxiy Bek barakadan ishlarimizni bitirib, vaqt hali bor ekan, o'sha O'rizorga biz lip etib olish uchun avtobusga o'tirib ketamiz. Qo'limdan kelgancha O'rizorlarni ham oldim. Odamlarning yuzi tushib qolmasligiga harakat qilib oldim. O'sha bo'tda O'rizorga kelib bo'ldik. O'rizorda bu narsani o'zi yo'q tushganlar biladi. Hamma narsa bor. Yana Optimga ham, Donaga ham bor. Magazinchilar uchun ham, Rossiya ham hamma joyda original, keyin esa original emas mahsulotlar bo'ladi. Podvolar asosan kosmetikalar ham bor, lekin o'yinchoqlarning asosiy zonasi bo'ta emas, podvolda emas, o'yinchoqlarning o'zini отдели bor. Podvolda asosan kosmetika, suvenirkalar, sharlar, uy sotadigan narsalar bilan ko'p. O'shadan topsa bo'ladi. Pazarkalardan sharchkalarni oldik. Ramazonlar narsasi ko'p.
14-fevralga bizada qo'shaloq bayram. Ichida naborlari bor. Sharli naborlari bor. O'ziga sifatiga qarab 35 ming, 25 ming degan boshlanadi. Olsa bo'lar ekan. Chiroyliligini qarasana. Chiroyligini qara. Qaytamiz. Avtobus oxiriga o'tirib olib. O'rizor. Qaytamiz. Bugungi kunimiz shunaqa o'tdi. Endi uyga borib nima olganimizni obzor qilamiz. Unaqa uzoq kontent bo'lmadi. Ham sovuq, keyin kech tushdik. O'shaning uchun keyingi qismlarda kutib